Akalar, bu video hech qanaqa AIda, ya'ni искусственный intellektda qilinmagan. Sizlarga real olib ko'rsatyapman akalar. Mana o'zim hech qanaqa AIda yasalmagan bu video va bugun bizda mana 155 talik Hyundai aynan mana shu New Golden Bridge kemasiga kiradi. Hop, 140 talik Volvoda ikkita, xudo xolasa. Mana bitta ikkita 140 talik Volvo va 145 talik Hyundai u yoqda va 140 talik Volvo yana bitta bu yoqda turibdi. Va hozir ko'rib turgan bo'lsanglar, narigi platformada turibdi. Texnikalar. Bunisiga o'tamiz hozir, birozdan keyin. Voy, kadr yomon ko'rinar ekan mana bu yoqdan. 1 2 3 4 5. Va videoga bitta like bosib qo'yinglar akalar, mana shuncha mehnat sizlarga. Bu Arctic Holdings kompaniyasini Janubiy Koreyadan O'zbekiston, Qozog'iston hamda Qirg'iziston davlatlariga, davlatlariga chiqib ketayotgan texnikalar hisoblanadi. Va bunaqa servisi bor, hech kim sizlarga bera olmaydi o'rtoqlar. Hurmatli aka-ukalar, ko'rdinglarmi? Eshigin tagigacha kelib video olib sizlarga mana ko'rsatyapmiz. Bitta videoga like bosib, kimdir ekskavator olmoqchi bo'lgan tanishinglarga yuborib qo'yinglar albatta. Kimgadir foydali bo'lsa va kimdir sizlar sabab ekskavatorli bo'lib qolsa, biz ham xursand bo'lamiz.